Erkabo'lan doktor bitta videosidagi gapida avval jintraynishdan chiqib mana bunaqa joylarga kelgan deb qo'lini orqasida qaysidir shaharda baland binolarini ko'rsatgan. Xudo xolasa inshaalloh Erkabo'landa men yutib, g'alaba qozonib, Qashqadaryo, Surxondaryoni go'zal tabiatiga olib boraman. O'sha baland binolarning ustidan yugurib o'tib ketadigan go'zal tabiatiga. O'shanda Erkabo'lan doktor tushunib yetadi. Oddiy qishloqda jaydar yigiti qanaqa bunisidan g'alaba qozonganini. Kimdirlar ishonmasligi mumkin. Men shu joygacha Allohdan so'rab, harakatim bilan, o'zimga ishonchim bilan keldim va bundan keyin ham davom etaman. Erkabo'lan doktor bilan yangi shartnomaning boshida yoki o'rtasida albatta jang bo'ladi. O'zbekning bolasida hech qachon zarni yo'q. Ungacha birin ketin. Yanchi boraman. Oldimga chiqqanini. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. 11-may Toshkent Xumarina yonadi. Xudo xolasa inshaalloh Allohdan so'rab mehnat qilyapman. Nokaut qilishga, vaqtidan oldin tugatishga. Hamma gap so'zlarga shunchaki nuqta qo'yaman. O'zbekistonim! Surqashim, olg'a! Tulka, gaz!